Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugungi videoda biz sizlar bilan darvozabonni 7 daraja kuchaytirishni birinchi qismini olmoqdamiz. Ko'ramiz, birinchi bosqichdan qaysi darajaga o'tadi. 7 bosqich har bittasi qiyinlashib boradi. Darvozabonni o'zidan so'raymiz. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugun 7 darajali darvozabon kuchaytirish mashqini bajaramiz. Birinchi qismi men esa 7 darajali darvozabondan yaxshi natija ko'rsata olishga harakat qilaman. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Maşallah. Tushunmabdi hali. Mana do'stlar, bugungi videoda ko'rdinglar. Albatta bu birinchi bosqich o'yin uchun o'ta qiziqarli va qiyin bo'lmadi. Hali oldinda 2-chi, 3-chi va 7-chigacha bosqichlar bor. Biz oxirigacha ko'ringlar. Shunaqa sovug'da kontent olayotganim uchun bizni qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddaman. Keyingi videolarda ko'rishguncha. Mana do'stlar, professional darvozabon bo'lolmaganim uchun varatada yaxshi tura olmadim. Keyingi bosqichlarda yaxshi turishga harakat qilaman. Keyingi videolarni tomosha qiling.